EKG kardiografiya. Birinchi dars kirish. Xo'p, EKG haqida gaplashayotgan bo'lsak, uni struktur birliklari haqida birinchi aytamiz. EKGda 3 ta standart tarmoq bor, 3 ta kuchaytirilgan tarmoq bor va keyin ko'krak ulanishlari bor. Ular 6 ta. Xo'p, birinchi standart tarmoqlar birinchi, ikkinchi, uchinchi standart tarmoqlar. Kuchaytirilgan tarmoqlar AVL, AVR, AVF tarmoqlari bor va keyin ko'krak ulanishlari. Ko'krak ulanishlari bo'layotgan F1, F2, F3, F4, F5, F6 ko'krak ulanishlari mavjud. Xo'p, yurakdan chiqadigan biopotensiallarni qog'ozga tushirish kardiogramma haqida gap ketyapti. Bu yerda yurakdan chiqqan biopotensiallarni qog'ozdagi tasviri haqida EKGda olinadi. Biologik ritmlar, bog'liq potensiallar. Biologik ritmlarga bog'liq potensiallar qayerda tushadi deyotgan bo'lsak, xo'p, buni o'rganishda o'zi 3 ta granos bor, 3 xil grafiyasi bor. Birinchisi EKG yurakdagi biopotensiallarni o'lchashda yordam beradi. Keyingisi bo'layotgan bo'lsa EEG boshdagi biopotensiallar impulslar o'tkazilishini qog'ozdagi tasviri bilan ifodalanadi. Keyin sohalardagi shovqin va qo'zg'alishni aniqlashga yordam beradi. EMG mushakdagi biopotensiallar, mushakda impuls o'tkazuvchanligi, mushakni masalan ba'zi bir bor, masalan aytayotgan bo'lsa, ayollarda tug'ruqdan keyin mushakda kuchli qisqarish natijasida bo'shash olmay qoladi vaqtinchalik. Shunda mushakda qayerdagi muammo bo'lyapti, nimada impulslarni o'tkazilishdagi nima to'sqinlik qilayotganini aniqlashga EMG yordam beradi. Xo'p, birinchi endi bu tarmoqlarni aytayotgan EKG haqida gaplashayotgan bo'lsak, biz 3 ta standart tarmog'imiz bor. Bu birinchi standart tarmog'imiz. Birinchi standart tarmog'i bo'layotgan bo'lsa, birinchi ko'krak birinchi standart. 3 xil standart bo'ladi o'zi. Birinchi standart bor. Keyin ko'krak kuchaytirilgan tarmoq AVL, keyin E5, E6, anozi bor. O'sha qanday? Yaxshimisiz Temur? Ko'krak ulanishdagi chap tarmoqda. Xo'p, yurakni aytayotgan bo'lsak, o'zi hammamizga ma'lum. Unda EKGda ulanayotgan bo'lsa, ularni maxsus ulanadigan moslamalari bo'ladigan bo'lsa, xo'p, mana bu ketma-ketlikda bo'ladi. Ikkitasi tipida. Xo'p. Keyin ko'krak to'g'risidan mo'ljallangan, ko'krak to'g'risidan bu tomonda bo'ladi. Ko'krak to'g'risidan mo'ljallangan bitta qo'yiladi. Yon tomondan, chap tomondan. Bu yurak joylashishiga qarabda 4-qovurg'adan joylashtiriladi bu ikkitasi. Keyingisi bu haqida keyin gaplashamiz. Keyin ko'krakda chanada bo'ladi. Xo'p, o'ng tomondan olinadi. Keyin pastki tomondan bitta, keyin qolgani qo'yiladi. Mana shu ketma-ketlik to'lanadi. Impuls o'tkazish. Birinchi standart bor bizda. Xo'p, ulanishda. Xo'p, chap tarmog'i, yurak chap bo'lmajalari gipertrofiyasida shu tarmoqda o'zgaradi. Yurakda EKG qog'ozda tasvirlanayotgan bo'lsa, yurakda chap tarmog'ida EKG qog'ozda o'zgarishlar paydo bo'ladi. Birinchi standartdagi o'zgarishlar namoyon bo'ladi chap tarmoqda. Gipertrofiya bo'layotgan bo'lsa, xo'p, bo'lmacha qorincha gipertrofiyasi bo'lishi mumkin. Gipertrofiyada bo'layotgan shu bo'lmachani yoki qorinchani kengayish holatlari. U ham bo'layotgan bo'lsa, patologik jarayonlar bor. Keyin tabiiy, masalan, patologik bo'lmagan jarayonlarda gipertrofiya hodisasi kuzatiladi. Buni keyinroq gaplashamiz. 3-standart bog'lanish bo'layotgancha
Uchinchi standartimiz, keyin gaplashamiz. U alohida xossasiga ega bo'ladi. Uchinchi standartda bo'layotgan bo'lsa, uchinchi standart tarmoq, AVF kuchaytirilgan tarmoq, birinchi, ikkinchi ko'krak ulanishlari bo'ladi. Xo'p, o'ng tarmoq. O'ng tarmoqda o'zgarishlarga javob beradi. O'ng tarmoq hisoblanadi. Bu chap tarmog'idir. Xo'p. Keyin miokard. Yurakning o'ng tarmog'ida bo'ladigan o'zgarishlar shu yerda bo'ladi. Shu tarmoqda bo'ladi. Miokard qavatidagi o'zgarishlar. Xo'p, mayli. Miokard qavatida o'zgarishlar bo'ladi. F3 bilan F4 bo'layotgan bo'lsa, ko'krak ulanishlar bo'layotgan o'tkazuvchi zona hisoblanadi. Yurakdan chiqadigan bepotensiyallarni o'z kuchini eng yaxshi ko'rsatadigan vaqti shu yerda bo'ladi. Bepotensiyallar eng yuqori davr shu bo'ladi. Tanada bo'layotgan bo'lsa, tasvirlanadigan bo'lsa, unda masalan sikl bo'yicha olayotgan bo'lsak, E1, E2 da boshlanish impulsda o'tkazilishdan bo'lsa, E3, E4 da eng yuqori fazasi kuzatiladi. Xo'p. Tishchalar amplitudasi E3 va F4 ga kelganda balandroq bo'ladi. Bu aniq, chunki mana bu yerda o'qiganmiz, yoritganman. Xo'p. Bu men birinchi video zapisim yomon chiqayotgan video zapis deyishim. Birinchi yozib bo'ladigan videomsa, adabiyroq bo'ladi. Yaxshi chiqadimi, yomon chiqadimi bilmayman, lekin qozondagi cho'mich chiqadi. Xo'p. Ikkinchi standart tarmoq bo'ladi. Ikkinchi standart bilan tarmoqni o'z ichiga oladi. Ikkinchi standart bu. Keyin AVR o'z ichiga oladi. Ritmni aniqlashga yordam beradi. Teskari bo'ladi. Teskari bo'lishi masalan epik qog'ozda tasvirlanadigan bo'lsa, xo'p.